Shahardan charchagan akalarim uchun juda ham bir faizli go'zal xonadon sotuvga chiqdi aka. Narxini aytib o'taman, narxi silishkim go'zal. Asfalt ko'cha bilan kirib kelasiz. Oldidan mana bunaqa go'zal ariqlari oqqan. Fasadimiz 30 metr. Polisi bruschatkalari bo'lgan, oldilari mana bunaqa rushotkalari qilingan. Tabiati juda ham go'zal, o'zlari bir daraxt mana bunaqa gullarni yaxshi ko'rar ekanlar. O'zlari uchun qilganlar bunaqa. Aka narxi 100 ming $. Siz keling uyni ko'ring, prosta maza qiling. Barcha uylarimiz tupli pol qilingan. Uylari bir-biridan go'zal, barcha texnika, mebel jihozi bilan birga berilyapti. Bu yog'imizda malli zal, divanlari bor, stenkalari bor. Aytyapman-ku, barcha mebel texnika jihozi bilan birga. Bu yog'imizda 3-zal desangiz ham bo'ladi. Derazalarni e'tibor bergan bo'lsangiz, panoramni. Bu yerda birinchi spalnyamiz, ko'rishingiz mumkin. Barcha texnika, mebel jihozi bor. Prosta kirib yashasangiz bo'ldi. Zaxadi jivi deydi-ku. Xo'p, sanuzul, marhamat. Bu yog'imizda deski xonamiz yana bitta. Bu yer darvozaxona, lekin xona sifatida ishlatsangiz bo'laveradi. Xo'p, bu yerda siz ovqat pishirib, shu yerda ovqatlanib yashasangiz bo'laveradi. Bu yerda sanuzul, ikkinchi sanuzulimiz ya'niki. Xo'p, bu yerda yana bitta xona, bu yerda har kungi yashash uchun. O'zingiz bola chaqangiz bilan mazza qilib shu yerda yashaysiz. 100 ming $ga bundan yaxshi uy topa olmaysiz. Bu javobda 25 metrga 5 ayvonimiz, fasad 30 metr, bunaqasi 40. Letni kuxnasi bu yerda bor. Qurilish qilaman desangiz, bemalol orqasida qurilish qilaverasiz. Farzandingiz ko'p bo'lsa yoki aka-uka bo'lsangiz, qurilish qilaverasiz. Manzilni tushuntiraman. Moshina bozorining orqasida shahardan где-то 3-4 minutlik yo'l. Narxiga 105% arziydi. 100 ming $, deyaptilar. Yana sunnatiga kelishtirib beraman, lekin puli zaril, naqd bo'lsa gaplashaman deyaptilar. Barter-marterga yo'q. 100% naqdga beriladi. 95 ga ham olib bilishingiz mumkin deb o'ylayman. Amallaringizga rahmat, sog' va salomat bo'ling. Albatta Saray Luxga obuna bo'lib qo'ying.